Assalomu alaykum. Sizga blitz savollarim bor. Ularga javob bersangiz? Bemalol, istagan savolingizga javob berishga tayyorman, bloger xonim. Ko'zlaringiz nega buncha ko'k? Dengizga ko'p tikilganman. Rangi yuqib qolgan. Ko'pchilik Sashaning ko'zlarining rangi haqiqiymi deb so'rashadi. Yo'q, ertalab Photoshopda to'g'irlab olaman. Sizga eng ko'p beriladigan savol qaysi? Linza taqqanmisiz deb so'rashadi. Ha, tug'ilganimda taqib qo'yishgan, yechib bo'lmayapti deb javob beraman. Ko'zlaringizning rangi o'zgarib turadimi? Kayfiyatimga qarab. Hozir savollaringdan qizil bo'lib ketyapti. Erkatoyimiz-ku. Nodira rostdan ham rosa erkatoy qiz edi. Adasini qisi edi-da uyda ham. Adajon, meni olib ketasizmi? Uyga yayov borishga hech ham holim yo'q. Iltimos olib keting. Ha, adasini qizi edi, ammo bitiradigan yilimiz adasi vafot etgandi. Esimda, hammamiz borgandik janozaga. Otasiga nima qilgandi? Infarkt. Ishxonasida vafot etgandi, adashmasam. Otasining sport tovarlari sotiladigan do'koni bor edi. Hozir Nodira o'sha do'konni o'zi yurityapti menimcha. Ha, otasining shogirdiga turmushga chiqdi deb eshitgandim. Samandar, kuniga nechta pachka salfetka ishlatasan? Atrofda qo'l yuvish joyi bo'lmasa, o'rtacha bir pachka. Qo'l yuvish joyi bo'lsa, yarim pachka. Men senga pul beraman. Iltimos, do'kondan shokolad olib bergin. Pul ushlaganimdan keyin albatta qo'limni tozalashim kerak. Menda esa shu bitta salfetka qoldi. Akademikni qara. Turishini qara buni. Hamma ustozlarni lol qoldirar edi javoblari bilan. Ha, hamma tan bergan sinfdoshimiz shu edi.